Assalomu alaykum. Obunachilar, bu kartochkamiz yernoq deydi. Saharga dori narsa. Bular gullarning o'g'itlari. Vermiculit, perlit, kokosvitur, biogomsi ichirimda va gullarning har xil dorilar bor. O'stirgani, ildizlatgani, ochiltirgani, rivojlantirgani. Bu esa piyon bo'ladi. Katta ochiladigan, xushbo'y hidli, ko'p yilli. Bu esa gepastrum deydi. Esa chiroyli ochiladi, tuvak gul bo'ladi. Bunisi lola, qizil lola, sariq lolarimiz bor, narsiz bor. Har xil svetda ochiladi. Va oxirgisi liliyamiz bor, mana ko'p yilli, bu ham xushbo'y hidli bo'ladi. Sovurmaydi. Va atir gullarimiz bor, mavsumiy. Qaranglar, chiroyli atir gullar.